tushunmadim, qayerda yuribmiz? Afg'onistonda desam, yo'q, albatta hazil. Biz taxmin qilgandirsiz. Yo'llarni qarang, vaqtlarni ko'rsatyapman, atrofni ko'rsatyapti. Qop-qorong'i. Vahimali ekan. Vahimali, qo'rqinchli. Odam qo'rqyapti. Anu gapingiz boribdi, oq narsa yugurib o'tib ketdi. Вообще qo'ydim-da. Xullas do'stlar, biz Surxondaryoga yaqinlashib qoldik. Kechasi soat 12. Mana 3-4 yetib boramiz o. Yana 215 kilometr bor deyapti. Toshkentim